Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz bugun maktab o'quvchilari bilan intervyu olishga harakat qilamiz. Chunki bugun 25-may maktab o'quvchilari maktabi tugatdi va endi bu yoqqa niyatlarni, maqsadlarni birgalikda iloji boricha maktab o'quvchilari bilan intervyuni olib borishga harakat qilamiz. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Maktab tugatdingizlarmi? Nechinchi sinf tugatdingizlar? 11 tugatdingizlarmi? Sana 11 tugatding, ha? Qaranglar, sizlarga savol 12-22 ta bir qisqacha savol, nima savol javob o'tkazamiz. Maktab bitirdingizlar. Endi birinchi manzil qayerga? Sizda niyat? Toshkent, Olmaliq. Toshkent, Olmaliq qanaqa o'qish? Kon sohasi. Sizda? Endi meditsina o'qishi. Qaysi? Meditsina? Farmatsevtika. Farmatsevtika, bo'ldi, qarang. Yana keyingi savolimiz. Oxirgi qo'ng'iroqqa piyoda keldingizlarmi yoki 12-22 taksida keldingizlarmi? Kallik zaman boranim yo'q. Bormadingizlarmi? Yo'q. Sizda? Siz ham kollejdami? Qarang, 12-22 biron marta darsga kech qolgan vaqtlaringizda qutqarganmi? Yo'q. Shunaqa vaziyat bo'lgan. Tayyorlovda vaqt. Shunaqa bo'ldimi? Yo'q. Sizdachi? Bilaman. Bo'lmasa yoshlarga, mana o'zlaringiz, tengdoshlaringizga nima deysizlar? Mana 25-may bugun o'qishi hamma tugatdi, kelajakka. Nima deysizlar? Tengdoshlaringizga. O'qish kerak, harakat etish kerak. Baribir 11 bitirgandan keyin kech bo'ladi-da. Uspet etmaysiz. To'g'ri. O'qish kerak. Omadda hammaga. Omad hammaga. Sog' bo'linglar, rahmat. Sizlarga ham omad. Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Bugun 25-may, yoshlar bitirdi, ko'p yoshlar bitirdi. Sizni maktab tugatganingizga necha yil bo'lgan? Bizlar maktab bitirganimizga 45 yil bo'lgan. 45 yil. Xudoga shukr, mana bundoq sharoitlar, mana bundoq holatlar bizlarda shu vaqtlar bo'lmagan, lekin 45 yil oldagi bilan hozirgini solishtirib ko'radigan bo'lsak, 1000 barobar o'zgarish katta, 1000 barobar. Shuncha imkoniyat, shuncha sharoit etib berib o'tiribdi prezidentimizga rahmat. Shuncha o'qimishli yigitlar ko'payib ketib o'tiribdi. Qayerda ishlaysiz? Men hozir nafaqadaman. Qayerda ishlab pensiyaga? Hokimiyatda ishlab. Hokimiyatda ishlaganman, keyin yo'l bo'limida, yo'l qurilish bo'limida 11 yil shunda ishlaganman. 6 yil hokimiyatda ishlaganman. Turli lavozimlarda, rahbar lavozimlarida ishlaganman. Bugungi o'qish tugatgan, maktab tugatgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Yoshlara yaxshi bilimini olganlarga yaxshi bilim olsin, institutlarga kirsin, o'qimishli bo'lsin, ota-onasiga mehribon bo'lsin, bobo-momasiga mehribon bo'lsin. Faxrlanib yuraylik bizlar ham O'zbekistonning yigitlaridan, ana shunday qizlardan, yigitlardan. Rahmat, samimiy suhbat uchun sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Maktab bitirdingizlar, qaranglar, maktab bitirdingizlar, mana 10-sinf tugatdingizlar. Mana 11lar tugatgan 11larga nima tilagan bo'lardingizlar, maktab o'quvchilari 11-sinf tugatganlarga uchun? O'qishga tugatsin, tamom. Qarang, oxirgi qo'ng'iroqqa bugun siz taksida 12:22 da keldingizmi yoki piyoda keldingizmi? Piyoda kelmadim, taksida keldim. Taksida keldingizmi? 12:22. Qarang, 12:22 da keldingizmi? Qarang, eng ko'p qaysi joyda taksi chaqirgansiz? Qanaqa vaziyatda? Eng ko'p shu qishlog'imizda. Maktabga kech qoladigan vaqtda ham taksi chaqirib kelganmisizlar? Yo'q, uyimiz yaqin. Uy yaqinmi? Qaysi maktabda o'qiysizlar? 26. Siz ham 26, ha? Bo'lmasa maktab tugatgan yoshlarga, sizlar ham yoshlar, nima maslahat berasizlar? 11-sinflarga maktab tugatdi. Nima maslahat berasizlar? Bilmayman. Mayli, sog' bo'linglar, charchamaylar. Maktab yaxshi tugatib olinglar sizlar ham. Sog' bo'linglar. Qarang. Bugun 25-may. Ko'p yoshlar o'qish tugatdi. Sizni maktabni tugatganingizga necha yil bo'lgan? 42 yilmi? Yo'q, 44 yil bo'ldi. 44 yil, ha? Aha. Bugungi yoshlarga mana 44 yil siz maktabni tugatgan ekansiz. 44 yil orqaga qaytib, mana shu yoshlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Maslahatim, yoshlar o'qisin, ilm olsin, bilim olsin, kelajagi porloq bo'ladi, yaxshi yashaydi, baxtli bo'ladilar. Qizlarga nima maslahat berasiz? Qizlarim hayoli, iboli bo'lib, aqlli qizlar bo'lib yurishlarini tilayman. Kelajakda hurmatli, izzatli bo'ladilar. O'qishlari o'qib, bir ishli, kasb egasi bo'lib yetishlarini tilayman qizlara. Rahmat kattakon, sog' bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Bugun 25-may, maktab o'quvchilarining bitiruv kuni, juda ham zo'r nishonlanadigan bayramlardan biri. Qaysi maktabda o'qiysiz? 28. Siz? 28. Hamma 28 mi? Bo'lmasa qaranglar. Nechinchi sinf tugatdingizlar? 8. 11-sinf tugatgan o'zlaringizdan yuqori sinf o'quvchilariga birinchi niyatda tilaklaringiz? Yaxshi o'qishlarga kirishi.
Sizda? Mana yaxshi o'qishlari kirishi. Sizda? O'qishlari kirishi. Sizda? Bundanda katta natijalar erishishi. O, malol. O'qishlari kirishi. Yaxshi. Ko'pchilik fikri bir xil chiqdi, bitta odamga boshqacharoq chiqdi. Qaranglar. Sizlarga savol keyingi 12:22 tomondan. Oxirgi qo'ng'iroqqa bugun piyoda keldingizlarmi yoki 12:22 da keldingizlarmi? Piyoda. Piyoda? Piyoda. Piyodami? Biron marta 12:22 darsga kech qoladigan vaqtlaringizda sizlarni qutqarganmi? Taksi chaqirib Qilgan. bo'lganmi? Bo'lganmi? Shunaqa bo'lgan a? Qaranglar, keyingi savolim. 11 yil maktabga qatnadingiz. Eng ko'p kech qolgan sababingiz nima bo'lgan? 11 yil emas, sizlar 8 yil qatnabsizlar, 8 yil ichida. Uxlab qolishmi? Sizdachi? Uxlab qolish. Hammada bir xilmi, nima? Svetoforda qolib ketish. Svetoforda qolib ketish. Uxlab qolish. Hamma qizlar uxlab qolar ekanda o'zi, hammasi uxlab qolgan. Bo'lmasa, mana shu yurtimizda hozir hamma kuzatadigan yoshlarga bir og'iz so'z bilan nima degan bo'lardingizlar? Omad. 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 Tezroq qochinglar, universitet tutmasdan. Nima? Omad. Omad. Rahmat, sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Humo taksi deb YouTube'ga yozsangizlar, YouTube'da ham chiqadi. Sog' bo'linglar. Rahmat. Parka kel, Safar, parka kel, parka kel. Otash mashinada emas, biz taksida yuribmiz. Parka kel. Safar. Ke parka. Bo'l, syomka bo'lib ketibdi bera. Syomka ketibdi bera. Nervis chiqdi Safari. Endi nima qilamiz? Parkda qoldik deb biz. Parkda yoshlar ko'p ekan. Bugun 25-may. O'zbekiston Respublikasidagi barcha 11-sinflarga o'qish tugatganligi bilan biz tabriklaymiz otajon Jo'ram bilan. To'g'rimi? Biz ichki ishlar xodimidan ayol xodimidan ozgina intervyu olishga harakat qildik. Intervyu berish uchun ruxsat berganingiz o'ziga rahmat kattakon. Bugun 25-may. Bitiruvchilar qanchadan qancha yoshlar o'qish tugatyapti. Nima deb maslahat berardingiz yoshlarga? Hozirgi yoshlarimizni barchasiga davlatimiz rahbari va prezidentimiz tomonidan bugungi kunda yoshlarimiz uchun yaratilgan barcha imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda yurtimizga, ota-onamizga, ustozlariga bergan mehnatlarini oqlab, kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishlarini, qaysi biri qaysi sohani tanlashdan qat'iy nazar, eng muhimi o'zlarini yetuk mutaxassislari bo'lib yetishlarini tilab qolaman. Hozirgi yoshlarga faqat bitta aytar so'zim, yaratilgan imkoniyatdan, e'tibordan va e'tirofdan faqat to'g'ri foydalanish kerak. Rahmat kattakon. Va qizlarimizga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Hozir siz bergan umumiy bo'lsa, albatta qizlarimiz uchun qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Qizlarimiz uchun tolmasdan, charchamasdan, doimiy ota-onani, ustozlarni ishonchini oqlab, faqat o'qishlarini, kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishlarini men xohlardimki, butun bir Olot tumanining qizlarini barchasiga ta'rif berilgan paytida ertaga eng avvalo yaxshi oila bekasi, o'qimishli inson, yaxshi kelin, yaxshi ona, yaxshi farzand degan so'zlar, degan ta'riflarni barchasi Olot tumani qizlariga berilishini xohlardim. Sizga yana bitta o'zimning shaxsiy savolim bor. Mana siz formada ichki ishlar xodimi bo'lib necha yildan beri faoliyat olib boryapsiz? 5 yildan buyon faoliyat olib boryapman. Bu siz uchun qanchalik mas'uliyat, qanchalik kuch talab qiladi? Mas'uliyati og'ir, ham oila mas'uliyati, ham farzandlar mas'uliyati bor, ham ishni mas'uliyati. Barchasini uddalashga harakat qilyapmiz. Bizga mana shu uddalash uchun yordam berayotgan shu fursatdan foydalanib ichki ishlar rahbariyatimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va barchaning ishlariga omad tilayman. Rahmat kattakon, chiroyli, maroqli suhbat uchun rahmat. Bizni yo'q demasdan bizga intervyu berganingiz uchun rahmat. Sizga ham ishlaringizda omad, sog' bo'ling, charchamanglar. Xalq xizmatidan. Sizlar ham xalq xizmatida charchamanglar, ishlaringizga omad. Rahmat. Ichki ishlar xodimlari uchun biz boshimiz yerga tekkuncha ayol xodimlari uchun ta'zimda bo'lamiz. Rahmat kattakon. Qilgaysiz. Ushbu salomimni qabul qilgaysiz. Ey sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, ey sinfdosh. Bizda 25-may va so'nggi qo'ng'iroq bayramda biz xudo xolasa mana aktiv bo'lib parkda
o'quvchilarni qidirib yuribmiz, lekin o'quvchilar yo'q. Lekin hozir bir joydan topishimiz kerak. Yelmamat. Sen Hamma bitiruvchi 11-sinf yoshlarni hammachigi shu yerda ana. rasxod kuni bugun. Va ha, shunaqa kun. Hozir bir balo qilib intervyu olamiz, harakat qilamiz. Agar intervyu berishsa. Ana, ey yashanglar, Bazmi Jamshid. Qanday? Kayfiyat zo'rmi? Cho'tkimi? Muborak bo'lsin. Bitirdingizlarmi? Ha. Bular bitiruvchi emas ekan, shunchaki bular ham nishonlayotgan ekan. Qanday ish? Zo'r, sakun, ichmi? Bir ikkita savollar bor, javob berib bilasanmi? Ha? 12-22 ni bilasan-a? Ha. Foydalanasanmi? Ha. Hech maktabga 12-22 da borganmisan? Yo'q. Bormaganmisan. Kim borgan 12-22 da maktabga? Taksida. Ha, piyoda borasizlar. 10-sinf tugatdim bular. 11-sinf tugatganlar uchun bir og'iz nima degan bo'laringizlar o'zlaringizdan yuqori akalar uchun, opalaringiz uchun? Bilmasang. Nima degan bo'lardingiz? Bir og'iz 11 tugatdi, nima? Qayergadir ketdilar. Sen gapirib to'xtayman, lavash o'zimni bo'lsin. Davay, lavash so'q qolmasin. Omad o'qishiga. Ha, o'qishlariga omad. Kirib ketsin-a? Ha. Nima degan bo'lardingiz? Omad. Nima degan bo'lardingiz? Yaxshi o'qishlarga kirsin. Yaxshi o'qishlarga kirsin. Молодец, zo'r. Nima degan bo'lardingiz 11-sinf tugatganlar uchun? Ishda demagan bo'ladi, o'qishlarga kirsin. Tamam. Kirib ketsin-a? Ha, kirib ketsin. Qanday, zakon nima degan? O'qishlarga kirsinlar. Aha. Bo'ldi, tamam. Bo'ldi, ko'p gap kerak emas. O'qishlarga kirsin, o'quv yurtlariga omad, hammasi kirish ballaridan yuqori balla olish nasib etsin. Ozgina o'qiganmi nima bu ukam? Qaysi maktab? Bemalol. 3-maktab. 3-maktab qayerda? Sho'mergan teksion. Молодец. Bu o'z kursga borasanmi? Ha, Qaysi fandan? matematika, fizika. O'qigan ozgina bilindi lekin. O'qishlar omad tilagan bo'ladim, o'qishlarga kirsin. Harakatdan to'xtamasinlar, olg'a bosish kerak. Bu kelajakda bu vayenni bo'lmoqchimi nima? Jiddiy gap. Maqsad nima? Vayenni. Bittaga urdim lekin xarakteri shunaqa ekan. Nima? Shu o'qishlarga kirsinlar, yaxshi joylari. Bu qisqa lo'nda bu menimcha tadbirkor bizneslarga o'qish niyati yo'q buni, точно. Ya bormi? Qaysi sohani? Elektr energiya. Ha, elektriklar o'zi ham gapiradi. Молодец. Omadinglar bersin. Yigitlar, tabriklaymiz yana bir bor. Endi baribir sizlar ham bitirasizlar, biron kun xudo xolasa. Yoqimli ishlarga bosinglar. Xo'p, endi bitta qizdan hozir intervyu olamiz. Bu qizni ko'pchilik taniydi. Juda ham ko'pchilik taniydi. Assalomu alaykum. Bayramdan muborak bo'lsin. Siz ham bitirdingizmi? Men ham bitirdim. Katta qiz bo'ldingiz-da. Endi bugundan xudo xolasa shunaqa. Charchamang. Sinfdoshlarga, o'qituvchilarga biron bir tilagingiz bo'lsa. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Bugun 25-may. 11-sinflarni hammasini chin qalbimdan muborakbod qilaman. Shu o'rinda bizga shuncha mehnat ketgan, bilim bergan o'qituvchilarimizning hammalariga tashakkurlar va jannatga hisobsiz kiritadigan insonlardan qilishini Allohdan tilab qolaman. 12-22 haqida fikringiz? 12-22 ajoyib. Yaxshi. Zo'rmi? Maktabga biron marta 12-22 dan foydalanib borganmisiz? Borganman. Borgansiz, ha? Borganman. Imtihonlargami yoki biron bir shoshiladigan joyingizga 12-22 dan foydalangansiz, to'g'rimi? Albatta. Charchalang, salomat bo'ling. Omadingiz bersin. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom etinglar.